har qanday og'ir kasallikka uchragan kishi bo'lsin, har qanday og'ir musibatga chalingan odam bo'lsin yoki har qanday umuman olganda musulmon kishilar bir duoni bilib shuni aytib yurishlari kerak. Bu duoni birinchi bo'lib Alloh taoloning bir payg'ambari, ulul azm payg'ambarlardan Ayyub alayhissalom aytganlar. Ayyub alayhissalomni eslaysizmi? Qanchalik og'ir dardga chalinganlar? 70 yil og'irgan ekanlar. 70 yil. 70 yildan keyin dard tillariga kelganda Allohning zikridan to'xtab qolishlikdan qo'rqib shu duoni aytib yuborganlar. Eslab qoling. Robbi inni massaniyad-durru va anta arhamur rohimin. Mana shu duoni aytganlarda Alloh taolo dardini yechib yuborgan. Qanaqangi kasalga uchragan bo'lsangiz ham shu duoni ayting. Ulamolar aytadilarki, ixlos bilan 7 marotaba aytsa Alloh taolo dardiga shifo beradi. Tushib qolgan musibatidan chiqarib yuboradi. Uni Allohga bo'lgan bandaligi izhor bo'ladi. Robbi inni massaniyad-durru va anta arhamur rohimin.